Yosh qizlarga tikuvchi bo'lish uchun 3 ta eng katta sabab aytay. Chunki tikuvchilik ham zo'r hunar. Hozir mana ularga qarab gapiryapman. Eng birinchi narsa, sun'iy intellekt chiqsa ham, robotlar chiqsa ham, baribir bu hunarga talab qoladi-da. Chunki aytib o'tganimdek, hamma kiyinadi. Hamma 100 yildan keyin ham hech kim yalang'och yurmaydi. Yosh bola ham kiyinadi, yoshi katta ham, erkak ham, ayol ham, qari ham kiyinadi. Kiyimga talab har doim bor. Bu bozor yo'qolmaydi. Ikkinchidan, tikuvchiga pul berish uchun klientlarning o'zi keladi. Eshigini tagiga taqillatib. Shu hunarni o'rgandingizmi, rizqingiz kelishni boshlaydi. Bunga biza o'zim ham, mana shu yerdagi tikuvchilar ham kommentdagi kafolat beradi. Va uchinchidan, eng ulug' kasblardan biri. Ya'ni Payg'ambarimiz Idris alayhissalom eng birinchi tikuvchi bo'lganlar va tikuvchi insonlarga yordam berib, ularni avratini yopishga xizmat ko'rsatadi va har bitta xizmatiga bilasizlar qancha savob yoziladi. Mana shu 3-faktorni o'zi ham tikuvchi bo'lish